chni qanday qilib o'rgatadi shunaqa? Yo'q-ku harf. Asosi yo'q-ku, C harfi yo'q-ku. O'ta muammo. Noshirlikda ham muammo, masalan, she bilan ch bo'g'ini ajratishlarda muammo. O'zbekiston degan so'zni to'g'ri yoza olmaysiz bitta urinishda. Qaysi imloda savodi chiqsa o'sha o'ziga qulay deb o'ylayveradi. She bilan ch to'g'risi menga uncha muammo keltirib chiqarmaydi. Sun'iy intellekt bilan bog'liq muammosini hal qila olmaydi. Nima uchun bu qonunlar qilinyapti o'zi? O'sha bilanda emas asli. mantiq bo'lish kerak-da o'zgan alifboda, to'g'ri? Bu hali texnik muammolari ham bor bu belgini. Yumshoq va qattiq X masalasida. Kitob yaxshiroq biznesga aylangan ko'rsatadi. Yomon alifbo, nuqsonli, bunaqa bo'lmaslik kerak alifbo. Assalomu alaykum. O'zbekchilik podkasti yana xonadoningiz mehmoni. Bugun ko'proq alifbomiz, til haqida gaplashamiz va studiyamizda mehmon tilshunos, muharrir Orif Tolib. Xush kelibsiz. Xush bo'ling. Orifjon, keyingi kunlarda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasida shu alifbomizga kiritiladigan ayrim o'zgartishlar to'g'risidagi qonun tasdiqlangach, ijtimoiy tarmoqlarda alifbo muammosi yana ko'tarildi. O'zingiz ham xabaringiz bor, juda katta keskin qarama-qarshiliklar. Ko'pchilik uchun bu kutilmagan hol bo'ldi deyish mumkin, chunki men o'zim xabarim bor, kamida bir 8 yillardan beri shu alifboga ayrim harflarni, nuqsonli harflarni o'zgartirish masalasi ko'p majlislarda ham ko'rishganmiz, haligi yig'ilishlarda. Shu narsa bo'lyapti. Siz qanday munosabat bildirasiz shunga? Sizning fikringiz qanday bo'lyapti mana shu masala bo'yicha? Men masalan o'sha boshida ham bu masala ko'tarilgan va bunda bevosita qatnashishni boshlagan, munosabat bildirishdi, majlislarda qatnashishni boshlaganimdanoq isloh qilinishi kerak degan qarash tarafdori bo'lganman. Chunki nuqsonli harflarimizni nuqsonini masalan uni his qilgan, amalda duch kelgan odam yaxshiroq biladi. Deylik, shu o bilan g'ni muammosi faqatgina terish bilan bog'liq muammo emas aslida. Yoki she bilan chni muammosi faqat terish bilan bog'liq muammo emas. Shuning uchun bu ayniqsa hozirgi zamonda raqamlashtirish davrida texnologik juda katta muammo. Shuning uchun boshidanoq qulay bo'lish kerak alifbo degan qarashdaman. Endi o'rganganman, masalan, bu bo'yicha o'zi yaqin 10 yil bo'lib qoldi, to'g'risi. 2016 yil boshlanadi. O'sha paytdan beri ko'tariladi bu masala. O'sha qarshi tomonning faktlari yana takrorlanaveradi. Unga javob aytilishi mumkin. Javoblar ham takrorlanaveradi, to'g'risi. Bu nimada ham, masalan, oxirgi mana shu Qonunchilik palatasi ma'qullangandan keyingi jarayonlarda ham o'sha eski e'tirozlar, hech qanaqa yangi gap yo'q. Chunki men o'zim Kun.uzda ishlaganimda juda ko'p maqola yozganman. U orada shu hamma narsani analiz qilganmiz. Shu tilchilar sizda keyin ayniqsa programmistlar bilan haliga qilganmiz. Bu o bilan g'ni mana shu bir tirnoq bilan yozilishi muxlislarimiz bilib qo'yish kerak-da. Shuning uchun aytyapman, kim eshitganlar bor, eshitmaganlar bor, og'izda bir aytib o'tmoqchiman. Ayniqsa o bilan g harfini shunday standart klaviaturada to'g'ri yozish mumkin emas, imkonsiz bu narsa. Yozganingizda xato yozasiz, undan keyin to'g'rilab chiqishingiz kerak. Alifbo bunaqa bo'lmaydi-da, masalan, o harfi O'zbekiston, o'zbek degan so'zlarda, so'm degan so'zlarda qatnashadi. To'g'ri yozilishi kerak. Shuni o'tirdingiz, klaviaturada terib boshlaganingizda bir terishda to'g'ri terib ketish kerak. Bu to'g'rilanishi kerak bo'lgan narsa-da baribir. Hozirgi yoshlarimizni alifbomiz yana bitta e'tirozimni aytib ketmasam bo'lmaydi. Har qarasa deydi, har 3 yilda bir alifboga tegasizlar degan haligi bor-da. Endi alifboni bir isloh qilish masalasi bir ko'tariladi, bir shov-shuv bo'ladi. Odamlarda haligi o'shanda bir ko'zi tushadi, ha alifboni o'zgartiribdi deb ong ostida o'ylab qo'yadi. Aslida alifbo, lotincha alifbomiz 1995-yil mana shu ko'rinishga keltirib tasdiqlanib va muomalaga kiritilgandan beri necha yil bo'ldi? 31 yil bo'ldimi? 31 yildan beri hech kim tekkani yo'q. Qanday bo'lsa shunday saqlanib kelyapti, to'g'rimi? Endi nima deydi, e'tirozlarning ichida haqli e'tirozlar ham bor. Masalan, o'sha e'tirozlar to'g'riligini deylik, men
garchi bu o'zgarishi kerak degan pozitsiyada tursam ham u e'tirozlarni ichida to'g'rilari borligini qabul qilaman. To'g'ri fikrlar aytishyapti. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda ko'p yozishdi. Ta'lim eksperti Komil Jalilov yozdi. Psixolingvist Iroda Azimova bu masalada fikrlarini aytdi va jon bor ularda fikrlarida. Haqiqatan ham masalan bu ko'p almashtirilishi bu savodga jiddiy ta'sir qiladi haqiqatan ham. Albon almashtirilishi, harflarda o'zgarishi ta'sir qilishi bor gap. Keyin masalan ko'z bitta harfni so'zni yodlab o'qiydi dedik-ku. So'z shaklini esda saqlab qoladi. O'sha shakl baribir o'zgarib ketadi. Masalan, shashlik degan so'zni hozir mana bunaqa qo'sh harf bilan yozyapsiz, nechtadir harf va haminchalik so'z bo'lyapti. Buni yangi mana o'zgarishdagi harf bilan yozsangiz menimcha bo'lib qoladi. Shakli ham o'zgaradi-da. O'sha ham ta'sir qiladi ong ostiga. Bu jihatlardan to'g'ri. Buni mana texnologik yechimini o'rganib ko'rilganmi, texnologik hal qilsa bo'ladi degan gaplar ham aytilyapti. Texnologik hal qilishni va muammosiz hal qilishni iloji yo'q. Ma'lum darajada hal qilish mumkin. Masalan, men o'zim klaviaturamni shunaqa moslab qo'yganman, masalan. Men ham qo'yganman uni, chunki biz matn bilan ishlaymiz. Chunki biz ishlaymiz, biz iloji yo'q. Ilojsiz bu narsani. Lekin shu holatda ham siz butun bir shu yozuvdan foydalanayotgan deylik qatlamni, masalan, o'zbek tilli qatlamni o'tkaza olmaysiz hammasini to'g'ri yozishga. Hatto men shu moslab olgan taqdirimda ham baribir noqulayliklari bor. Masalan, o'ni belgilari ba'zida tushib qoladi. Chunki tez yozayotganingizda, chunki shunda ham ikkita bosasizda kamida belgini. Mana shu yerda muammo ko'rmayapman degan e'tirozlarga shu yerda muammo ko'rmayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu muammo yo'q degani emas-da. U digraflar, va chni digraflarni qolayolishi kerak degan yoshlarimiz juda katta qismi shu fikrda. Chunki ularning asosiy argumenti ingliz tiliga o'xshaydi. Shu harflarning yozilishi bizda xalqaro til degan narsani olyapti-da. Masalan, va ular mana dumli turk alifbosidagi dumli va chlarni yotdi bilyapti bizni tilimizga. Aslida yot emas bu. 928-yildan 40-yilgacha amalda bo'lgan lotin alifbomizda aynan shu harflar alifbomizda bo'lgan. Bu narsani ko'pchilik bilmaydi, hatto Turkiya ham bizdan olgan uni. Xuddi shunaqa. Shuni bilish kerak-da. Biz Turkiyadan olyapmiz deydi ko'pchilik. Bu sh harflar dumlasha. Yo'q. Birinchi shu 26-yil shu Bokuda boshlangan Sovet Ittifoqining dastlabki yillarida shu arab tilidan bizni qutultirish uchun, arab tilidan yozuvdan qutultirish uchun Turkiya asosi yan alif ishlab chiqarilgan. Butun Turkiya xalqi, Tojikiston ham shunga o'tgan. Tojik tili ham lotin tiliga o'tkazilgan o'sha yillari va 40-yilgacha amalda bo'lgan. Qarang, 40-yilda birdan yoppa haligi bo'lishini nimada deb bildim. Men buni ham tarixi bor ekanda, birdan jadidlarimiz tomonidan qilingan-ku bu narsa. Kallasini olib 38-yillarda hamma bu o'tgandan keyin shu Besarabiyada Moldoviyani bosib oladi bular, Ruminiya tarkibidan. Sovet qo'shinlari va ularda rumin tili bo'ladi. Rumin tili bilasiz lotin alifbosida bo'lgandan keyin uni majburan kirilga o'tkazib rumin tilini ularning nomini moldovan tilida o'zgartirib sovet nimasi shunda lotinchadan kirilchaga o'tkazsa kim lotincha bo'lsa kirilchaga o'tsin deb birdan hammasini chopgan ekanda o'sha paytda birdan yoppa lotin tilini umuman lotin alifbosini Sovet Ittifoqi tarkibida ishlatilishga nuqta qo'yilgan ekan shu tarzda. O'sha 40-yilda bo'lgan ekan shu voqea. Olib qarasangiz, lekin bilan turk harflari deb bu meni fikrim o'zim, subyektiv fikrimda. Bunga masalan men mutaxassis emasman, tilchi yo boshqa, men o'zimning podkastimda haligi menga berilgan imkoniyatdan foydalangan holda gapirib olyapman. Men sizdan fikringizni eshitish qiziq bo'lardi. Masalan, shni aytaylik, mayli. Shni o'rgatilyapti. Birinchi bolasiga aytyapsiz-ku, o'zingiz aytdingiz, o'qishda i bilan qisqa i bilan cho'ziq ini nima bo'lish, o'qishda bo'ri, mana bunaqa so'zlarni o'qishda 4-sinfgacha i deb o'qiydi, keyin o'rganib ketadi qaysi o'rinda haligi so'zlashuvga qarab. Shni tushuntiryapti. Mana s harfni o'qitib bo'lgan bo'ladi, h harfi yumshoq hni o'rgatib, mana shu ikonni qo'shsak sh yoziladi. Chni qanday qilib o'rgatadi shunaqa joyda? Yo'q-ku harf masalan. Asosi yo'q-ku, c harfi yo'q-ku. O'zi endi mantiq bo'lish kerak-da o'zgan alifboda, to'g'ri? U jihatdan bunga
asosli bir dalil topolmaysiz. Ingliz tilida shunaqa bo'lganligi uchungina olingan. Chunki alifboda u masalan ch ni tarkibidagi c o'zi yo'q, masalan. Keyin s bilan h birlashgan holatda sh deb o'qilishga yaqin emasda. O'zi asli. Yo'q, endi g'irt inglizchadan olingan, to'g'rimi? Masalan, nima bo'pti inglizlarda rivojlanishiga bu xalal bermadi-yu degan e'tirozlarni o'qidim. Deylik, inglizlarda rivojlanishga shunaqa yozgani ham sabab emas aslida. Shunaqa yozgani uchun rivojlanib ketmaganda, u xuddi bunaqa yozmasa, shu nimalarni tilchi olimlar fikricha ingliz tili juda bir mana shu tomondan bir murakkab til hisoblanar ekan. U tomonlari bor, mayli, lekin u dunyo tili bo'lganligi uchun masalan o'rganadi. Katta imperiya bo'lgan ular asrlar osha qo'llanib kelyapti. Bizda tilimiz ingliz tilining oldida juda bir kichkina til hisoblanadi-da baribir. U argumentni o'zi xato demoqchiman-da, masalan. Ulardan haligi olmaslik kerak-da, ularga ulgu bermaslik kerak, haligi nima qilmaslik kerak. Har bir tilda o'zini xususiyati bor. Deylik, mana nemis tilida shu ch 4 ta harf bilan ifodalanadigan holatlar bor ekan. Do'shda shuda, t, misol uchun c, h nimaga biz ikkita bilan ifodalashimiz kerak? Mana nemislar ham rivojlanib ketgan-u deb 4 ta bilan ifodalanishimiz kerakmi? Shu mantiqqa qarasak, masalan, bir harf bilan ifodalash mumkin bo'lgan joyda albatta bitta harf ishlatish kerak deb hisoblayman. Buni masalan foydasiga ishlaydigan dunyo deylik tilshunosligida, boshqada faktlar yetarli. Lekin ko'pchilikda o'ylantirayotgan narsa bu shu iqtisodiy, moliyaviy muammolar aslida. Masalan, bir e'tirozlar bor. Endi chiqim bo'lib ketadi boshqa. Bu hammasi nima deydi? Mavhum narsalarda aniq bir hisob kitobi yo'q bo'lgan narsa bo'ladi, chiqim har qanday holatda bo'ladi. Masalan, nimada masalan alifboni ko'p ishlatamiz, masalan pulda deydi, masalan pulni boshqatdan chop qilish kerak. Mana ertaga hujjatlar 1-sentyabrda yangi alifbo kuchga kirdi deylik. Bu ertasi kuni pulni chop etish talab qilinmaydi-yu bizda. Masalan, o'sha lotinchaga o'tganimiz bilan yaqingacha o'sha 1000 so'mlik kirilcha alifboda yurdi masalan pullarda, hech kimga bir haliga ta'sir qilgani yo'q uni. Pasportimiz ham shunday. Yaqingacha o'sha kirilcha, yashil pasport bilsa, kirilcha alifboda yurdi, lotinchaga sekin-sekin o'tildi-da bu narsa. Bu narsalar masalan hujjat, pul masalasida haliga eng birinchi o'tiladigan joyi maktab baribir. Ta'lim shunday boriladi va alifbe kitoblar, darslik kitoblar. Hattoki mana badiiy kitoblarni zudlik bilan ertadan boshlab shuni chop etasan deyish ham shart emas-da, chunki haligacha kirilcha kitoblar chop etilyapti, yangi kitoblar. Badiiy adabiyotlar bo'ladimi, o'quv adabiyotlari bo'ladimi, to'g'rimi? Endi darslar bu narsalar haligi o'ylab topib haligi shirilgan deb o'ylayman-da masalan. Buni masalan siz bilan biz muhokama qilib hal qilmaydigan masala. Buni o'sha iqtisodchilar chiqib hisob kitobini aniq berish kerak masalan. Berish kerak bo'lsa, deylik, uni bizni tasavvurimiz ma'lum bir darajada baribir. Bu sohani mutaxassis sifatida aniq yechim bera olmaymiz va ertaga bu o'sha e'tirozdagi ma'lum bir qism to'g'ri bo'lib chiqsa, deylik, chiqimga olib keladigan bo'lsa, rostmana u tilshunos darajasidan yo jurnalist darajasidan tashqaridagi masalada uni. Shuning uchun endi bu shunaqa holatlar bo'lgan, deylik, yo bunaqa yo'l qo'yilmaydi deb shu keyinchalik masalan chiqimga yo boshqaga sabab bo'lgan holat tajribasida o'tgan kimdadir bo'lsa, masalan u siz bilan meni gapimga ishonmaydi va bu masalani deylik tilshunos hal qilmaslik kerak deb o'ylayman. O'sha sohani mutaxassisi, iqtisodchimi chiqib mana buncha chiqim bo'ladi. Chiqimsiz bo'lmaydi. Chiqim bo'lmaydi degan gap baribir to'g'ri emas deb hisoblayman, chunki baribir mana shakllangan bazalar bor deylik, mana axborot tizimlari bor. O'shalarni o'zgartirish ham baribir chiqimda aslida mehnat bor tagida. U elektron bazalarni o'zgartirish menimcha juda katta mehnat talab qilmaydi. Chunki hammasi raqamli ko'rinishda-da. O'sha raqamli ko'rinishda 4 ta harfni mana bu birikmani mana bunga almashtirib qo'ydi, bitta komanda bilan qilinadigan narsa. Uni sun'iy intellekt ham qilib beradi. U qanaqadir sanoqli qiladi. U tasavvurda shunaqa. Lekin uni o'sha mutaxassis masalan
data bilan ishlaydigan, ma'lumot bilan ishlaydigan mutaxassis osonroq bo'ladi yoki mana buncha vaqt oladi, mana buncha sarf bo'ladi desa ishonchli. Meni ham tasavvurimda yengilroq masalan. Yengilroq bo'ladi deb o'ylayman. Lekin o'ziga yarasha mehnat qiyinchiligi baribir bo'ladi. Endi deylik men shu matn bilan ishlaydigan mutaxassis sifatida aytaman. Agar shu o'zgarish bo'lmasa, deylik mana vaqt o'tyapti, shu baza kengayib boraveradi. O'zgartirilishi kerak bo'lgan narsalar kengayib boraveradi. Ertaga ma'lum bir vaqtdan keyin yana o'zgartiramiz desak, bugungi qayta ishlanadigan narsalardan ko'proq narsani qayta ishlashimizga to'g'ri keladi baribir. Endi men dasturchilar shu IT sohasi nimalari bilan suhbatlashganda bu juda katta muammo bo'lmaydi. Qaytaga hozirgi turishi u g' harflarini o'sha apostrofli turishi muammo ekanligini ko'p takrorlashganda ular. O'ta muammo, noshirlikda ham muammo, masalan, sh bilan ch bo'g'ini ajratishlarda muammo. Nimaga? Masalan, men o'zim Kirillda tez yozardim. Bu savod ham Kirillda chiqqan. Birinchi bo'lib lotin imlosiga o'tgan avlodmiz, masalan. 3-sinfgacha Kirillda o'qib, to'g'ridan lotinga o'tganmiz, birinchi bo'lib. Odam qaysi imloda savodi chiqsa, o'sha o'ziga qulay tuyulaveradi. Bu birinchi jihati. Mana G'afur G'ulomlarni, deylik, Abdulla Qahhor yoki Oybekni qo'lyozmalarini ko'rsangiz, arab imlosida yozganini guvoh bo'lasiz. Vaholanki Kirillcha unga nisbatan o'zbekchani ifodalash nuqtai nazaridan qulayroq bo'lgan. O'zbekchani ifodalash. O'rtada lotincha ham bo'lgan ular. Ha. Lekin savod unda chiqqan bo'lganligi uchun o'sha afzal ko'rilganda baribir. Xuddi shunday, masalan, men ham yozsam, ikkala imloda ham bemalol yozaman, lekin Kirillcha qulay tuyuladi. Chunki Kirillcha hozirgi imlodan hozir qulay. Hozir unga ham o'tamiz. Bugungi avlodda masalan sh-chda muammo yo'q yo o'da o'g'ida nima muammo bor deyotgani savodi shunda chiqqani bilan bog'liqda. U ko'zi o'rganib qolganda. Ko'zi o'rganish bor. Nimani qulayligi mana hatto ikkita tovush bitta harf bilan ifodalanadi Kirillda. Yo'lashgan o'liklarda yo ya yu. Ye ham. Ikkitasi bitta. O'q g'larga o'q o'g' hozirgi sh bitta belgi. O'shaning uchun yozayotganda yozish tezligingiz bundan sezilarli farq qiladi. O'shaning uchun bu imloda afzal ko'rib yozasiz. Lekin mana nimadan keyin sun'iy intellekt rivojlangandan keyin, undan faol ishlatib boshlaganimizdan keyin lotin imlosida yozishga o'tib ketdim. Chunki u Kirillchadan ko'ra lotin imlosidagi so'rovni yaxshi tushunadi, o'zbekcha so'rov bo'lsa ham. Lekin shunda masalan yozayotganda muammolarini his qilib turasiz. Uni ba'zan belgisi tushadi. Lekin albatta ikkita belgini yozishda o'zi energiyani oladi-da. Shga ikkita bosasiz, chga ikkita bosasiz. Shu endi bu faqat terish bilan bog'liq. U raqamlashtirishda alohida mana Wikipediachilar bilan gaplashganimda aytishuvdi. Shu O'zbekiston degan so'zga to'g'ri yo'naltirish uchun kamida 7 xil variantini kiritish kerak. 9 xil varianti bor-da, uni keng tarqalgan. Chunki foydalanuvchining telefonida o'sha qaysi belgini ishlatadi, siz bilmaysiz. Masalan, u bilan men boshqacha. Shakli bir xil bo'lsa ham, o'zi tabiati har xil bo'lgan belgilar bor. Uni shu to'g'ri belgisi ham 2 xilda. Bittasi so'zni ajratmaydigan belgi, bittasi inglizcha bir tirnoq. Ajratadi. U ajratadi. U lekin shakli qo'sh tirnoqqa o'xshagan narsa-da. Ha, shakli bir xil, masalan. Shunaqa jihatlari bor. O'shanda shu o'g' harflari qatnashgan so'zlar o'sha raqamlashtirishdi. Kamida 7 baravargacha sekinlashtirish mumkin ekan degan tasavvur qildim. Endi 7 baravargacha sekinlashtirib olmasa kerak, chunki unaqa so'z ko'p emas. To'siq bo'lishi aniq. Tilda raqamlashtirilishi. Bu endi bitta Wikipedia misolida. Mana hozir sun'iy intellekt rivojlandi. U o'sha so'zlarni hisoblashni, qabul qilishni tokenlar, parchalarga bo'ladi. U ingliz tilini qoidalariga asosan ishlaydi. Va mana o'g'i belgisi bor so'zni, masalan, O'zbekiston degan so'zni 3 ta tokenga ajratadi.
O'rtadagi belgi. O'zbekiston. To'g'ri degan so'z 5 ta to'lqinga aylanadi. Bu masalan katta kelajakda mana shu sun'iy intellekt faol ishlatadigan, hozir bugun ham ishlatadigan platformalarda o'zbek tili uchun qimmat nima deydi? Jarayonga aylanadi. O'zbekcha, inglizcha masalan so'rov bersangiz kam pul ishlatasiz, sizga arzonroqqa tushadi. O'zbekcha xuddi o'sha so'rovni o'zbekchada bersangiz u anchagina qimmatga aylanadi. Endi bundan boshqa jihatlari ham bor. Mana dasturchi yo mana UI interface deydi. Interfeyslar bilan ishlaydigan mutaxassislar bilan gaplashsangiz yoki nom, brend ishlamoqchi bo'lgan bo'lsa, iloji bo'lsa shu o'g'i bo'lmasin, so'zda tutuq belgisi bo'lmasin deydi. Chunki aniq bu muammo tug'diradi. Endi nimalari ko'p, bu haqda mana internetda juda ko'p mutaxassislar yozdi muammolarni va bu o'zgarishlar silliq kechib ketadi, hammasi zo'r bo'lib ketadi degan tasavvur ham to'g'ri emas. Qiyinchiliklar bo'ladi albatta. Noqulaychilik kelib chiqadi. Bo'ladi. Chunki shu yozuvga o'rgangan ko'z, ong endi o'zgarishli. Siz mana hozir ko'rsak, bitta postdan bu o'zgarishlar bilan bergan bo'lsa, normal qabul qilyapmiz, muammosi o'qiyapmiz. Lekin butun boshli kitobni o'qib chiqqanimiz yo'qda hali. O'shanda ko'proq sezilishi mumkin. Lekin bir harf men o'zim sinab ko'rdim, bir tovush, bir harf nimasi baribir yaxshiroq o'qiladi, silliqroq o'qiladi. Kiril alifbosida savod chiqqanlarga shunaqadir balkim. Men o'zim ham shu avlod vakilmanda. Yosh kattalarga shunaqa, chunki ular o'sha kirilchada ham shaychalar bir tovush-ku endi, bir tovush, bir harf-ku endi kirilchada. Shunga muayyan bir simvol turishi ularga tekst oson o'qitadi. Chunki men o'zim hozirgi lotincha imloda yozaman endi ish yuzasidan boshqa, lekin kattaroq matlarni o'qisam ko'zim qonaydi bari o'sha belgilar, apostroflar deb. Shay bilan che to'g'risi menga uncha muammo keltirib chiqarmaydi, chunki ingliz tilida savodim chiqqan, ingliz tilini bilaman, maktabda o'qitilgan. U joyda shaycha o'qilishi kerakligini bilaman, o'qilishda bu faqat. Lekin bu ham o'sha dumli shaychalar ishlatilishi ham menga katta muammo keltirib chiqargani yo'q. Lekin u bilan endi dahshatda bu. Siz yoshlar bilan ko'p ishlaysiz, hozir ham yoshlar ishlari agentligida edim dedingiz. O'zi yoshlarni pozitsiyasi qanaqa bo'lyapti? Shu hozir 31 yil amalda bo'lgandan keyin qariyb 1,5 avlod ta'limni savodi shu alifboda chiqdi-da, shundan faol foydalanyapti hozirgi yoshlar. Shu internetda kommentlarda ham lotincha yozadi, ular hamma umuman keldan foydalanmaydigan avlod yetishib chiqdi. Shu endi bu aynan bu masala bo'yicha gaplashganim yo'q. Lekin kuzatuvlarim bor. Deylik, o'sha yoshlarning ichida ziyoliroq bo'lgan qismi ham bu o'g'i belgilarini to'g'ri yozishga harakat qilmaydi. Mana deylik, iPhone'da unaqa belgi yo'qmi? Tutuq belgisi bormi faqat? Masalan, tutuq belgisi bilan chiqadi misol. To'g'risini aytay, Android ham, iPhone ham o'zimizning o'zbek bolalar shu klaviatura terilmalari ustida ishlangan. Aynan o'sha bir tirnoqni so'zni bo'lmaydiganini o'rnatgan. iPhone'da o'rnatilgan u bordir. Standartida yo'q, masalan, standartida yo'q bo'lsa, yoki o'zbekchasini o'rnatmas, inglizchani o'zi yozib ketar. Shu amal qilmasligiga ko'p guvoh bo'lganman va juda muhim ham deb hisoblanmaydi. Ikkinchi darajali deb qaraydi. Va nima o'sha aytdim-ku boya, savod shunday chiqqanligi uchun muammo uncha ko'rinmaydi ko'ziga. To'g'ri yozyapsiz-ku, nima turibdi, mana u bor-ku deb o'ylaydi-da, masalan, turibdi, yozyapsiz. Ularda o'sha o'qishida, yozishida noqulaylik keltirib chiqarmaydi-da uni. Masalan, o'zini o'qishida ham shu bu bunaqa turibmi, 9 simonmi, 6 simonmi, buni ahamiyati yo'q deb o'ylaydi. Lekin shuni to'g'ri yozishga majbur bo'lgan qatlam bilan gaplashsangiz, shuni to'g'ri, masalan, o'qituvchilar bor, qancha hujjat qiladi, narsa yozadi, boshqa qiladi, yoki jurnalistlar bor, umuman matn bilan ishlaydigan va to'g'ri yozishga majbur bo'lgan mutaxassislar murakkabliklaridan, qiyinchiliklaridan albatta shikoyat qiladi.
matn bilan ishlash. Lekin o'zi shuni to'g'ri yozish majburiyati yo'q bo'lsa, mana ba'zi mashhur bloglar ham yozib qo'ydi. Men inglizchada to'g'ri yozib ketaverardim, muammo bo'lyapti. Yozgan matningizga bir qarang, siz to'g'ri yozishga majbur emas, siz xatolar bilan yozasiz u belgilarni. Lekin boshqalar to'g'ri yozishga majburda. To'g'ri yozmasa xato deb qaraladi u. O'shaning uchun nimasini to'g'ri yozishga harakat qilmaydigan odam og'rig'ini ham uncha his qilmaydi demoqchiman-da, muammosi. U va harflarni yozilishida meni asabimga tegadigan yana bitta jihat bor. Siz unga e'tibor bergandirsiz. Bilasizki, maktabda o'qitilganda shu husnixatda bularning yozma ko'rinishi boshqacha. O'sha tilda belgisi ustiga qo'yiladi, bunaqa aliga qo'yilmaydi. Va biz o'z-o'zidan qanaqadir bir tabrik matni bo'ladimi, bir bayramlarda o'sha shriftlarni yozma ko'rinishda, qo'lyozma ko'rinishi deydi. Qo'lyozma ko'rinishdagi shriftlar, chiroyli shriftlardan foydalanganmiz. Navro'z muborakda o'z-o'zidan o'sha bir tirnoqni qo'yamiz-da, bu noto'g'ri-da, ustiga o'sha chiziq qo'yilishi kerak. Chunki u harf deb qabul qilmaydi kompyuter uni. Belgi deb qabul qiladi. Bitta harf kelyapti. Yo'q, o'sha aytmoqchi bo'lganimki, o'sha yozma shriftni, yozma ko'rinishi bor-ku, o'sha yozma ko'rinishdagi shriftni ichida shu biz yozma ko'rinishda ishlatadigan ustida tilda mana bu to'lqinli belgi bor, topib o'shani yozsa bo'ladi shunaqa. Lekin odamlar shunga ham e'tibor bermayapti-da, masalan, yozishda. U qiyin-da, u alohida texnik masala bo'lib ketadi. Va hozirgi O harfi bilan yonidagi belgini qo'yish bilan chiqmaydi u. Alohida o'sha tildali belgi bitta harf deb qabul qiladi, uni topib qo'yishingiz kerak-da. Shu jihatdan endi bu to'g'rilab bo'lmaydigan narsa-da. Shuncha odam yo'q, mana buni ishlat. Bu alifboda biz boshqa belgini bosyapmiz masalan. Kompyuter terilmasida boshqa. Shunaqa joylarda nyuanslari chiqib kelyapti-da. O'ta ko'p unaqa narsalar. O'sha faoliyat hamma o'zining sohasida muammosini biladi. Qanaqa muammosiligini hozirgi amaldagi alifbo bilan u texnik yechimini ham bir o'rganib ko'rdim. Hal qilib bo'lmaydi. Ko'p narsani. Shu qaysi muammolar, masalan, o'sha AI bilan bog'liq muammosini, sun'iy intellekt bilan bog'liq muammosini hal qilib bo'lmaydi. Mana Wikipedia bilan bog'liq muammoni hal qilib bo'lmaydi. Chunki siz hammaga to'g'ri belgili terilmani ishlat deb majbur olmaysiz-da. Ko'rsata olmaysiz. Yo'q, bitta narsa bor-da, Orifjon, to'g'ri terilmani ishlat deyapsiz-ku. Bu masalan siz ish yuzasidan siz ham mana boya gapirib oldik. O'zimizga qulay qilib kimdandir yaratgan terilmani olib, o'sha to'g'ri terilma degan narsangizni olib ishlatyapmiz biz. Ko'pchilik standart terilmadan foydalanadi, to'g'rimi? Standartda o'shani to'g'ri yozib bo'lmaydi degan xulosani berdik biz boshida. Aniq to'g'ri yozib bo'lmaydi, standart yozib bo'lmaydi. U macOS bo'ladi, MacBookga chiqqan, u o'sha Windowsga chiqqan terilma bo'ladimi, yo Androidniki bo'ladimi, to'g'ri yozib bo'lmaydi. Bu aniq bu. O'zbekiston degan so'zni to'g'ri yoza olmaysiz bitta urinishda. Lekin hozir bu alifbo mana bu tasdiqlansa, qonuniy asos bo'lgandan keyin terilma tasdiqlansa, o'sha standart bo'lib kiradi, o'sha o'zbekcha unda muammo bo'lmaydi. Men hozir standart bo'lib kiradi. Biz hozir o'shani qilish mumkin. Hozir qaysi programmist siz bilan menga to'g'ri yozish uchun yasab berishi mumkin. Xos bo'ladi, o'zimiz uchun bu bo'ladi, ishlatishimiz mumkin. Lekin hamma uchun birday bo'lishi uchun uni Windows kompaniyasi yoki Microsoft kompaniyasi almashtirish uchun yoki Apple kompaniyasi almashtirish uchun asos kerak ekan, qonuniy asos. Mana shu qonun, nima uchun bu qonunlar qilinyapti o'zi? O'sha qonuniy, mana bizning qonunimizda shunday deb aytilgandan keyin o'sha terilmani qilib beradi. Shuna kompyuterni yoqqanda bittadan o'sha dumlishi ham chiqadigan bo'ladi, bitta tugmada tayinli joyda ustida ikki nuqtasi bor, O harfi ham chiqadigan bo'ladi, Sh harfi ham chiqadigan bo'ladi, G harfi ham chiqadigan bo'ladi. O'sha standart hamma klaviaturada bir xil joyda chiqadigan bo'ladi. Programmistlar uni ustida ishlayapti. U nimani hozir men boshqa narsa haqida, siz boshqa narsa haqida gapirib qoldingiz, to'g'risi. Men amaldagi hozirgi alifboni muammosini texnik jihatdan to'laqonli yechishda imkoni yo'q deb aytmoqchiman. Shu o'ni belgisini, hozirgi amaldagi o'ni belgisini faqat to'g'ri shaklda ishlattirish qiyin-da. Hammada har xil. Shuni aytyapman-da. Lekin mana o'zgarish bo'lsa, u klaviatura yasash, masalan, Windows uchun alohida klaviatura yasash 10 daqiqalik ish. Uni klaviaturaga moslab olish va bu deylik
mana siz sanab o'tgan korporatsiyalarga so'rov yuborilsa, o'z texniklari bor, shug'ullanadigan o'zbeklar orasida ham bor. U tez to'g'rilanib ketadi va bu standart belgi bo'ladi, deylik. Hammada bir xil chiqadi. Bir xil. O'sha biz hozir aytmoqchi bo'lgan narsa Unicode degan narsa bo'lsa, o'sha Unicode'da maxsus o'sha tayinli belgilab qo'yilgan simbollarni olyapmiz-da biz. Tayinli bu. Bu qanaqadir bir yangi simbol emas yo boshqa emas. Unicode'da bo'lmagan bir yangi qanaqadir bir shrift yaratganimiz yo'q. Tayinli shuncha yillar o'sha odamlar ishlatib kelayotgan simbollar qabul qilinyapti-da bu. Bu simbollar qayerdan olindi, to'g'risini tan olaverish kerak. Shu umumiy turk alifbosi qabul qilindi-ku Bokuda. O'shandagi 4 ta harf olinyapti bu yerga. Bu turkiy olami. Yana qaytib haligi qiladigan bo'lsa, podkastimiz boshida aytgan narsa bu o'zimiz ishlatgan, shu jadid bobolar yaratgan alifbodagi harflar bular begona harf emas bizga. Hozir Turkiya ham foydalanyapti, Ozarbayjon ham foydalanyapti, Turkmaniston ham foydalanyapti bu harflardan. To'liq o'tib bo'lgan, bular endi Turkiya eng ilg'ori 100 yil bo'lyapti ular foydalanayotganiga va to'g'risi bu alifbo, umumiy turk alifbosi hattoki mana qozoq va qirg'izlar ham ishlatish mumkin bo'lgan, kelgusida ishlatish mumkin bo'lgan harflarni nazarda tutgan, kiritib qo'yilgan ularga. Masalan, qozoqlar bemalol foydalanishi mumkin va biz ham eng katta turkiy xalqlar ikkinchi o'rinda turgan turkiy xalq sifatida biz ham olib aliga qilishimiz kerak. Alifbomizga kirgizsak, shundan keyin baribir shu narsaga qarab borilyapti. Qozoqlar ham, nimalar ham, qirg'izlar ham, hattoki qoraqalpoqlar ham shu yerdagi simbollardan foydalanadi kelgusida, yaqin kelajakda. Lekin biz otaxon bo'lib boshlab berishimiz kerak-da bu mintaqada menimcha. Shunaqa bo'lyapti. Ha, endi o'sha masalan umumlashtirib qo'yadigan bo'lsak shu mavzuni, agar men matn mutaxassis sifatida va o'sha texnologiya bilan ishlaydigan mutaxassislar bilan birgalikda loyihalarda qatnashgan odam sifatida aytaman. Hozirgi o'zgarishlar texnik va boshqa jihatlardan eskisidan afzal. Shu 4 ta harf shakli o'zgarish afzal. Bizda faqat va anu jamoatchilikda e'tirozlar albatta inobatga olinishi kerak deb o'ylayman. Qaysi e'tirozlar? Mana shu ortiqcha chiqimlar bilan bog'liq, boshqa tashkiliy ishlar bilan bog'liq masalalarda u mas'ullar javob berish kerak bunga. Nima o'sha sohaning egalari. Men faqat matn bilan bog'liq qismi haqida gaplashyapmiz. Deylik, shu bo'yicha. Va bundan ham to'kis bo'lish uchun endi mana ba'zi mutaxassislar aytyapti, tutuq belgisi haqida gap bor. Keling, shu haqida qanaqa variantlar haqida yangrayotgani, qanaqa, chunki juda ko'p aligilar bor-da. Muxlislarimizga aligi bo'lish uchun alifbo bundan ham mukammal bo'lish kerak edi. Yana qo'shimcha harflar kirgizish kerak edi. Qandaydir belgi harflarni yumshoq, qattiq degan masalalar ham bor-da. Shuni biroz tushuntirib berib keting. Mana o'zi mantiqan olganda u to'g'ri. Tilda tabiatdan qisqa cho'ziq unlilarni to'g'ri ifodalash kerak va hokazo deganlar o'zi asli to'g'ri gaplar. Masalan, mana boya suhbatda ham aytdik, nimani birinchi sinf o'quvchilarini ko'rsangiz, komil bilan komila deb o'qiydi. Birinchi sinfda o'qiydilar deb o'qiydi. To 3-4 sinf, 5-sinf bo'lib bu alifbo bilan og'zaki talaffuzni moslashtirib olguncha savodi shunaqa chiqadi. Chunki unga i harfi deb o'rgatilganda, bilanda i emas asli, u qisqa a harfi, a tovushi. Lekin biz yozuvimizda shu aks etmagan, o'shaning uchun qiynalamiz. Chet elliklar o'rganganda ham qiynaladi boshqa. Lekin keyinchalik mana moslashib ketgandan keyin uni sezmay qolamiz. Normal ko'rinib qoladi. Bu jihatdan o'sha mantiq to'g'ri. Og'zaki talaffuzni imkon qadar ifodalash kerak. Bu degan nuqtai nazardan. Lekin bugun uni joriy etib bo'lmaydi. Bugun joriy etish nuqtai nazaridan umuman xato. O'sha 29-yilda qilinganda balki bo'lib ketardi. Ommaviy savat xonlik nuqtai nazaridan o'sha ketganda normal bo'lardi. Lekin bugun uni nima deydi, amalga oshirish imkonsiz deb hisoblayman. Sababi shu 4 ta harfda shakliy o'zgarishi shuncha bahs munozara keltirib chiqaryapti. Ertaga agar u
kimdir 6 ta unli bo'lishi kerak, kimdir 9 ta unli bo'lishi kerak degan fikrlarda aytyapti. Uni joriy qilib ko'ring. Hamma boshqatdan o'qishga to'g'ri keladi. Butun Va mana bu H bilan H ga o'xshagan muammo bir necha barobar ortib ketadi. Chunki biz ikkita H harfini ajratish o'zi masala. Xuddi shunga o'xshagan muammolar ko'payib ketadi. O'shaning uchun bu asli mantiqan to'g'ri bo'lsa ham bugungi davr nuqtai nazaridan xato deb hisoblayman. Masalan, buni bunaqa qilib ajratiladigan bo'lsa, shu tilchi olimlardan boshqa hech kim buni o'rinlatib bir o'qiy olmaydi ham, yoza olmaydi ham, shunaqa bo'lib qoladi-da. Endi to'g'risini tan olish kerak, shunaqa bo'ladi. Noldan boshlasangiz balki o'rganib ketishi mumkin, lekin u hech kim hozir imkoni yo'q-da baribir. Keyingi masala tutuq belgisi. Tutuq belgisini tutuq belgisi kerak emasligini, uni alifbodan chiqarish bo'yicha men shunga tarafdor bo'lganman. Shunaqa nima deydi, tashabbuslar bilan chiqqanman, yozganman shu haqda. Chunki siz tutuq belgisini olib tashlanishi alifbodan tarafdor bo'lgansiz. Umuman kerak emas deganman. O'zingizni bu nimangizni, taklifingizni deymizmi, nimangizni qanday nima qilgansiz? Masalan, men she'r o'qidim dengchi. Men she'r o'qidim. She'r o'qidim demaysiz siz. E'londa ham shunday. Ranoda ham shunday. E'lon deymiz. Alochida ham shunday. Alochi deymiz. Alochi deymiz. Bitta yarimta so'zda uchrab qolishi mumkindir. O'sha arab tilini talaffuzi ta'sirida bizda ham shakllangandir, lekin aksariyat holatlarda biz tutuq belgisini deylik talaffuzda ishlatmaymiz. O'zi talaffuzda yo'q narsani nima keragi bor? Buttalik kirchadagi yumshatish belgisiga o'xshaydi. Nima keragi bor o'zi talaffuzda bo'lmagandan keyin? Bu hali texnik muammolari ham bor bu belgini. Ya buni o'sha bu so'zni bo'lib yuborish, boshqa o bilan g harfdagi apostrof bilan bir xil tutib. Bir xil muammosi. Haligi bir nimaga olib tashlanmadi deganda ham shu hozirgi alifboni o'zga nimalar, bu so'zlar juda kam ishlatiladi, bir istisno sifatida bularni o'zini bir nima qilib qo'yish mumkin. Lekin o bilan g da ifodalanadigan so'zlar ko'p, bu alifboda boyagi bo'lib ketadi deb. Amaldagi holatdan uzoqlashmaslik. Chunki ertaga tutuq belgisini olib tashlasangiz, o'sha qatnashgan hamma so'zni yozuv shakli o'zgaradi-da. Va bunga e'tiroz bildiradiganlar ham yetarlicha topiladi. Tarafdorlar bir tomon, o'zi mana shu 4 ta harf shakli muammosiga yana bitta muammo qo'shiladi, lekin masalan olib tashlasak biz faqat yutamiz deb hisoblayman. U yozuvimiz ham osonlashadi, ifodalash ham osonlashadi. Ozarbayjon tilida yo'q ekan. Masalan, turk tilida ham bo'lmaydi. Turklar boyagida juda ko'p ishlatiladi ular. Istanbulda deb bir narsa da deb haligi shunaqa da ishlatadi. Ha, u atoqli otlarni ajratish uchun uni mantig'i bor. Shunaqa nima usul qo'llashgan. Lekin harf emas-da, belgi u. Bizda harf o'rnida kelyapti. Harf o'rnida keladi va so'zda bo'ladi. Bu o'qishda ham o'zi aslida vizual muammo. Endi shu nimani o'zgarish minimal qilaylik degan nima bilan, yondashuv bilan qoldirilgan menimcha. Xuddi bu bo'yicha ham bahslar bo'lgan. Mana 20 ta 30 ta so'z qoldirish tarafdorlari nimani haligi argument qilib keltiryapti? Tutuq belgisini yozuvimiz farqlamay qo'yamizmi deydi. So'zni, masalan, she'r bilan she'rni qanday farqlash kerak? Unaqa omonim so'zlar ko'p son degan masalan. O'zi 20 ta 30 ta so'z bor xolos o'zi. So'zni gapni kontekstdan kelib ajratib olish mumkin-ku, qanaqa she'r ekanligi beriladi masalan. Shunaqa. Zapartdagi she'r haqida ketganda bu she'r bu o'qiladigan she'r haqida kontekstdan aytadi, mazmundan chiqadi. Shunaqa. O'zi o'zgarishni yo'qlamaydigan bo'lsa, har qanday o'zgarishni yo'qlamaydi. Yumshoq va qattiq masalasida. Ha, uni ham masalan men qoldirish tarafdoriman. Siz qoldirish tarafdorisiz, men qoldirmaslik bitta hash bilan ifodalash yetarli deb o'ylayman. Mana ikkita umumiy olib tashlashdi, to'g'rimi? Alifbodan. Bitta hash bilan ifodalasak bo'ladi. Chunki bu ifodalasak bitta qoldirish deganda, mana bu sh-chlar, mana bu dumilga o'tgandan keyin, to'g'rimi? Unaqa bo'layapti. Shunaqa taklifim edi. Hozir endi tomoshabinlar chalg'itib ham qo'ymaylik, lekin u taklif xolos. Hozir biz bildirilgan lekin inovatga olinmagan takliflar haqida gaplashyapmiz. Alifboda bu boshqa o'zgarishlar bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Shu h bilan h ni adashtirish muammosi shu savod
darajasini keskin tushiradigan holatlardan birida. Qattiq Chunki hamma biz yumshoq talaffuzda hamma. o'zi farqlamaymiz. Har xil yozilaveradi shuning uchun. Talaffuzi ta'siri seziladi. Kimdir to'g'ri talaffuz qilar balki. To'g'ri talaffuzi shu muxlislar ham bilib qo'ysin. Yumshoq H bilan yoziladigani, H bilan yoziladi, H deb talaffuz qilinadi. Qattiqsi mana bu sal boyagi bo'lishga X deb talaffuz qilinadi. Masalan, qattiq X keladigan so'zlar qaysi masalan? Xayol bo'ladi-yu masalan. Xayrulla, to'g'rimi? Mana shuna qattiq. Yana puxta degan so'zlar bor. Lekin siz hayotda, qarang, mana hayotda dedim hozir ham. Qattiqga yaqinroq qilib. Hayot deyish kerak, yumshoq. Puxta deb gapirmaysiz. Puxta deb ketaverasiz. Puxta deyman lekin. Endi shunaqa o'rganish bo'lib qolgan. Endi voha tomonda ozgina borda, farqlash bor. Masalan, forsli zabonlar bor bizda, tojiklar bor, ularni tojiklar zo'r farqlaydi-da buni. Chunki ularda ikkita tovushda, alohida ikkita tovush. Ikkita Va tovush. gapirishda masalan rahmat degan so'zni ham masalan Toshkentlarda bu tomonda ko'pchilik rahmat deydi, qattiq bilan aytadi-da buni. Samarqandlarda bo'lsangiz rahmat deydi-da, bunday qilib zo'rg'a eshitiladi. Hani ham juda yumshoq talaffuz qilishadi. Misol uchun Toyirjon deyishadi. Toyirjon. Erta H bor aslida. Hani ham aytayapti u. Musin deydi Muhsinni. Mana shu o'ta o'zi yumshoq H tovushi o'sha yerda. Mana o'zi arab tilida 3 ta H tovushi bo'lgan. Qattiq, yumshoq va o'rta H. Muhammaddagi ichkaridan keladi-da, Muhammad deydi. Allohdagi eshitlar eshilmas, o'ta yumshoq edi endi Alloh degan so'zda. Masalan, shu bizda ikkita harf bilan ifodalanyapti, bitta harf aks etmagan. Lekin o'zbek tushunib ketavergan. Bitta harf bo'lsa ham xuddi shunaqa holat bo'ladi. U talaffuz agar bu ikkita harf shunchalik ahamiyatli bo'lganda, biz hammamiz talaffuzimizni to'g'ri qilib olish kerak edi hozir. Talaffuz ustida ishlash kerakdir. Chunki bilasizmi, mana bu diktorlarimiz boshqalarimizdan boya qilinadi-da bu. Masalan, davlat telekanalida bo'ladi, masalan, axborot bor, ko'pchilik. Shunda diktorlar to'g'ri qo'shiqchilar to'g'ri talaffuz qilish kerak edi bu narsani. Ularda buzilgandan keyin mana bu estrada yulduzlarimiz hayot deb tursa keyin ketdi-da, ammo qattiq bilan bo'lar ekan bu haliga qildi-ku deb. Ikkinchi ma'ni qolsin degan taraf nimamni o'zimni bu fikrim bu. Endi siz qolish taraf birlashtirish tarafdoriman dedingiz, men qolish kerak degandim. Meni fikrimcha endi bu noto'g'ri bo'lishi ham mumkin, noto'g'ri haliga qilayotgandirman. Sh bilan chda ishlatiladi-ku bu hozirgi alifboda. Hamma yoq shu h deylik, inglizcha nomini yumshoq h harfi juda ko'p foydalaniladi va o'z-o'zidan yumshoq h o'rinda ham keladi bu. Qattiqni ikkisi bilan yozamiz. Agar sh bilan ch ni dumli yozadigan bo'lsak, yumshoq h harfi h harfi o'z nimasiga biriktirilgan tovushi o'rinda kelgandan keyin vizual matnda shu so'zlarni talaffuz mayli endi talaffuz qila olmasligi mumkin. So'zlarni qanday yozilishi xato nima eslab qolishi mumkin-da. O'sha so'z qaysi so'zlar yumshoq h bilan yoziladi, qaysi qattiq h bilan yoziladi. U bilan eslab qolib to'g'rilanib ketadi deb o'ylamayman. Hozir sh bilan ch ham ko'p boyaga qilyapti. To'g'ri, sizning fikringizda jon bor, lekin mana kirilcha. Men shunaqalarni ko'rganman, yumshoq hni faqat sh bilan chda ishlatib qolgan, hamma o'rinda qattiq ishlatgan yozuvchi shunaqa yozadiganlar. Bo'lishi mumkin. Mana qarang. Kirilda sh bilan ch bitta harf bilan va h ga yaqin emas. H uchun alohida dumli dumsiz. Ot Kirilda lekin shu ham to'g'rilamagan. To'g'rilamaganning bitta juddiy sababi bor. Kirilda ham bo'lgan bu narsa, h bilan farqlamaslik. Bu yerda bitta dumcha farq qilyapti-da. Bor yo'g'i bitta haligi. Tushunyapsizmi? O'xshash. Bizda men aytmoqchi bo'lgan hozir lotincha alifbomizda mutlaqo boshqa harflarga biriktirilganda ikkita tovush. Lekin kirilchada o'xshash harfda bitta dum qolib ketganday bo'ladi. Diktantda ham bunday haligi uncha farqlamaydi. Masalan, Sayyod degan boyagi bor edi, bizga hikoya yozib beradi, jurnalist hozir Sevilmi qaysi kanalda ishlayapti, bir yozadi. Faqat qattiqni yozadi, hammasini yumshoq kirilcha yozadi, yumshoq men uchun mavjud emas harf. Baribir chunki o'rinni topolmayman men. U lotincha yozmasdi. Lekin shunday haliga qilganda u lekin o'xshash. Masalan, o'shanda hamchi bu aytganingizda bir o'qib ketganda haligi nuqul qattiq h bilan yozilganda o'sha ham matnni ko'p buzib yubormasdi-da baribir. Bitta haligi dumcha, uncha haligi vizual haligi qilmaydi baribir. To'g'rilab ketish. O'zi shu bitta harfga aylansa, ko'pchilikka yengil bo'ladi deb o'ylayman va odamlarga yengil bo'ladi. Yengil bo'ladi va nima tilga zarar yetkazmaydi deb hisoblayman.
Endi buni mana tajriba sinov qilib, ma'lum bir 50 ta odamni o'sha bu o'zgarishli shaklda o'rgatib, sinab ko'rib, bittasini siz aytgan usulda qilib, oxirida savodini boshqasini tekshirsa, deylik, rostmana bir tadqiqot qilinsa, o'shanda bir aniqroq ko'rinadi manzara aslida. O'zi shunaqa bo'lishi kerak edi. Alifboni aliga qilishda mana shunaqa sinovlar ham o'tkazilishi kerak edi-da. Masalan, shunda puxtaroq bo'ladi sal haligi. Islohot demaslik kerak, endi har qanaqa bunday qilsak, tutuq belgisini o'qitsak qanday bo'ladi, bir qanaqadir bir sinov tajribalar o'tkazilishi kerak edi. Bu hozir siz bilan meniki ham nazariya bo'lib qolyapti-da faqat. Qo'rqmasdan bu pul ajratish kerak edi davlat bu narsaga. Bu endi davlatning nomidan bo'lyapti-ku bu narsalar ma'lumcha. U nima ba'zi e'tirozchilarda shunaqa e'tiroz ham bor. Ilmiy tasdiqlash kerak, to'g'ri. Bunga pul ajratish kerak, pul bilan bo'ladi. Ertaga shunga pul ajratilsa, boshqa bir e'tirozchi aytadiki, nimaga bunga hozir shu shartmi degan savol ham bo'ladi-da. O'sha tilchi olimlarni men tilchi emasman, ko'p majlislarda qatnashdim. Ular har birovini o'zi juda guruhlar bor ekanda, masalan, o'zi yasagan alifbolar bor ekanda, mana bu joriy bo'lish kerak, bu bo'lmaydi degan aligilar bor ekanda. Bir-biriga keskin bu aligisi. Shunda ham mana shu eshitishim bo'yicha qandaydir bir to'xtam, umumiy to'xtam, konsensusga kelib qilingan narsada bu hammaniki olinmagan, kimlarniki aliga qilingan. O'zi nima deydi? Eng muammoli 4 ta harfni o'zgartiraylik, nima deydi? Xirurgический aligi aralashuv qilaylik deb qilingan. Nima deydi? Imkon qadar mana nima bil amaldagi alifbodan uzoqlashmaylik, nima bo'lsin degan qarash, yondashuv bo'lgan menimcha. Men masalan tanlash imkoniyati berilsa, hatto hozirgi mana tutuq saqlanib qolingan bo'lsa ham, mana u hozirgi amaldagidan bu yaxshi deb hisoblayman. Ya aniq yaxshi. Hozirgi alifbodan har qanday o'zgartirilgan alifbo yaxshida. Hozirgi juda endi ko'pchilik o'rganib bo'lgan, ularga mana bu taqidim bir aligiga o'xshab ko'rinadi. Yomon alifbomiz, nuqsonli, bunaqa bo'lmaslik kerak alifbo. Hech bo'lmaganda bitta tergandan to'g'ri yoziladigan bo'lishi kerak-da. Qanaqa dumli shay bo'ladimi, boshqa bo'ladi. Unaqa emas-da. Hozirgi turishimiz, masalan, kimlarnidir boyagi shay bilan chiqib qolsa bo'laveradi degan e'tirozchilar shularni haligi bo'lishi mumkin. Chunki minimal o bilan g'ana o'zgartirganimizda ham alifbomiz haligi bo'lmasligi mumkin edi. Juziy o'zgarishlarga haligi bo'lmay, ko'p narsa yo'qotmasligi mumkin edi, masalan. Lekin baribir mantiq ham bo'lishi kerak edi. U nima, masalan, faqat o bilan g'a o'zgarsin desa, u amaldagisi qolsin undan ko'ra deb tanlayman men masalan. Hech bo'lmasa shu 4 ta o'zgarsin deyman. Faqat o bilan g'a bo'lsa, bu o'tachala bo'ladi. O'zgarishlar o'tachala bo'ladi va hali bundan ko'zlanayotgan maqsad to'la qonli oqlaydi deb o'ylamayman. Endi o'sha ko'pchilikni tashvishi menda ham bor aslida. Men ham o'sha ko'pchilik tashvishlanayotgan nima deydi, odamlar qatori boshqalarga yuk tushmasin deb hisoblayman men. Odamlarga moliyaviy bir qiyinchilik tushmasligi kerak. Shuni oldini olish kerak. Masalan, aytmoqchi bo'lganingizki, yangi alifboda mana prava chiqdi, pasport chiqdi, yoppasiga almashtir hamma degan gap bo'lmasligi kerak, masalan, to'g'rimi? Yoki hujjatingni qandaydir almashtir, mana alifboda yoz deb. Yoki bir ism familiyasi o'zgaradigan odamlarga qanaqadir qiyinchilik kelib chiqmasligi kerak, to'g'rimi? Bu tomonda adliya organlari, boshqalar bazalar deyapsiz, o'sha tomondan joy-joyiga qo'yish kerak bu narsani. Bu endi bevosita xarajatlar va bilvositalari ham bor. Masalan, o'sha darsliklar aytishadi, boshqalari hujjatlarda aytishadi. Buni o'sha deylik sohani egalari, mas'ullari qanday shaklda bo'lishini aytgani to'g'riroq. Kitoblar masalasiga keladigan bo'lsak, o'zi yoshlarimiz hozir meni kuzatuvlarim bo'yicha yana bir kitob o'qiydigan yoshlarimiz ko'paygan, ayniqsa bir adabiy kechalar bo'lyapti. Men xususiy kutubxonalarda shu adiblarni chaqirib, bir 2-3 tasida qatnashga muvaffaq bo'ldim. Yaxshi. Ilgari yo'q edi bu narsa. Hozir yana kitoblar jahon
ahamiyatiga molik klassik asarlar boshqalarda o'zbek tilida chop etish ko'paygan, xususiy nimalar. Bu yerda Feruz Allayev ham keluvdi, gaplashuvdi, shu Turkiyada chop etib kelyapti, sifatli qilib kitoblarni. Kitob biznesi ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Endi bu alifbo masalasi chiqqandan keyin ancha vaqt menimcha hozirgi alifboda baribir chop etilib turiladi. Kelicha ham chop etilyapti haligacha. Chunki shunga mijoz bor. Ular mijozga qarab harakat qiladi-da, baribir tijoriy bo'lgandan keyin shu nashrlar ko'payib, nashrlar oldida grif bir narsa degan narsa to'siqlar bor edi. Eski davrda shu kitob biznesini ham o'ldirib qo'ygan bo'ldi deb hisoblayman bu narsani. Hozir Xudoga shukr bemalol noqonuniy ish qilmasa bo'ldi-da. To'g'rimi? Jinoyat qilmasa bo'ldi, har qanday faoliyat bilan shug'ullanish mumkin. Kitob bo'yicha sizning fikrlaringiz qanday kitob? Meni nazarimda ham endi buni o'sha boya aytdik, nazariyachi bo'lib qolyapmiz deyapmiz. Nazariya bilan nazar degan so'z o'zagi bittada. O'sha ko'rgan, kuzatganlarimizdan xulosa qilish mumkin. Endi faktlari ham bor. Mana bosma kitoblar masalasida noshirlar bilan ham ko'p gaplashib qolaman. O'zgarishlar yaxshi, lekin imkoniyatimiz darajasida emas. Hali yana ham ko'p. O'zi masalan 38 yaqin 40, 39 yaqinda bo'ldik biz. O'zi ana 39 million ekanligingiz aniq bo'ldi. O'lchanganda aslida ko'proq ekan, boshqa degan xabarlar ham chiqdi. 40 million deylik, 40 millionlik xalq miqyosini oladigan bo'lsa, katta xalqimizda kitoblar kam baribir. O'zgarishlar yaxshi. Siz aytgandek, umuman yangicha kitoblar chiqyapti, mualliflik huquqiga amal qilib, mana o'sha mualliflik huquqlarini sotib olib, nashriyotlar bir-biri bilan raqobat qilib, zo'r yangi va o'quvchilarni taqdimoti bo'lyapti. Xuddi shunaqa dunyoqarashini o'zgartiradigan bir yaxshi ta'sir qiladigan kitoblar ko'paydi. Buni deylik shu kitoblar bilan shug'ullanib yurgan mutaxassis sifatida ham e'tirof qilaman, yaxshi. Lekin asl bundan ko'p bo'lishi kerak. Masalan, bir noshirlar bilan yig'ilganimizda aytdim, mana Chorsuvga bordim. Oilam bilan borib, bolalarni shu kitob magazinlar, do'konlarini aylantirdim. Oldin o'sha yerda boshqa narsa sotilgan do'konlarning o'rni hozir kitob magazin bo'lib ketgan, kitob do'kon bo'lib ketganda. Asrlarchilar uyushmasi bor edi, aytam kitob do'kon bo'lgan. Bu tashqi tomondan bunday qaraganda kitob yaxshiroq biznesga aylanganligini ko'rsatadi. Mana Seul Moon deylik, shu hatto o'sha yerlarda ham borda kitob do'konlari. Odamlar kitob olib o'qiyapti, sotib olib. Lekin o'sha noshirlar bilan suhbatda ular aytishdiki, o'zi real imkoniyatlarimiz aslida undan bir necha 10 barobar hatto keng. Aslida nima to'siq bo'lib turibdi? U tabiiy rivojlanishi kerak edi, tabiiy kitobxonlik o'sib boraverishi kerak. O'z-o'zidan. O'z-o'zidan tabiiy, masalan, evolyutsion yo'l bilan. Feruz aka aytdingiz, shu kishi bilan suhbatda aytishdiki, bir maxsus o'sha Yevropani shu bilan shunaqa tadqiqotlar bilan shug'ullanadigan tashkilotiga biz o'rganishda aytgan edik. Umuman kutilmagan bitta xulosani bergan o'shanda. Nimaga yoshlar nisbatan o'sha o'zi imkoniyatga nisbatan kam o'qiydi? Hozir ko'p o'qiyapti yoshlar. Lekin real imkoniyatga nisbatan kam o'qiydi degan savolda sababi test deb chiqarib bergan ekan. Test tizimi. Sababi rosa kitobxonlikka o'rganadigan, kitob o'qish shakllanadigan paytda testga tayyorgarlik ko'radi, o'qishga kirishga. Unga o'sha faqat darsliklardagi faktlarni, ma'lumotlarni o'shani bilsa bo'ldi. Butun e'tibor shunga qaratiladi. Kitob o'qish odatga aylanmaydi. U kitobni qanaqa o'qish haqida gap ketyapti. Bir foyda olaman, bir narsani o'rganaman. Yo'q, o'rganaman deb o'qish boshqa bir o'qish, ha? Tushunib o'qishda? Yo'q, shunchaki siz dam olmoqchisiz. Televizor ko'rmayapsiz-da, shunchaki dam olish uchun kitob o'qish darajasini o'sib ketsa, deyapti. Kitobni shunchaki zavqlanib o'qiyman. Bir foyda olaman. Nimaga hozir foyda olinadigan kitoblar? Boy bo'lish, time management, til o'rganish va hokazo mavzular ko'proq uchadi kitoblar. Chunki u real foyda borda.
badiiy adabiyotni deylik o'sha testlarga kirmagan bo'lsa, boshqa kirmagan bo'lsa, zavq uchun, badiiy zavq uchun, o'sha tasavvurini kengaytirish uchun, bu qo'shimcha aniq konkret foydasi ko'rsatilmagan yo'nalishda kitob o'qishda bu. Shu narsa kengayib ketsa, kitob o'qish o'z-o'zidan ortib ketadi mutolaa darajasi. Degan fikrlarni aytishda jon bor deb o'ylayman. Mana katta yoshli bir yozuvchi akamiz ham aytgan edi. Yoshlar hozir nisbatan kam kitob o'qiyapti degan fikrda edim. Bir ishim tushib milliy kutubxonaga bordim. Borib o'ylagan o'yimga afsuslandim va uyaldim dedi. Chunki bo'sh joy yo'q. Hamma kitob o'qish bilan band. Bu faqat kutubxonadagi xolos. Masalan, biz shu yoshlar ishlar agentligi rahbarligidan mutolaa degan loyiha qilganmiz. Mutolaada elektron kitoblar. Hozir 15 millionga yaqin foydalanuvchisi bo'ldi. Har kuni 100 ming, 150 ming faol kiradi shu ilovada kitob eshitish uchun. Uni statistikalari har kuni yangilanib turadi. DAO deydi, MAO deydi, kunlik faol foydalanuvchilar, oylik faol ishlatuvchilar. O'shalarda statistikasini ko'rib, masalan, men xursand bo'laman. O'qiyotganlar ko'p. Shakllari o'zgaryapti, zamonaviylashyapti. Deylik, audio kitoblar ko'p eshitilyapti, elektron kitoblarni o'qiyapti. Elektron kitob degan tushuncha o'zi yo'q-ku, men PDF tushunardik xolos. O'sha kitob o'qish qurilmalari ham bor-ku, bu narsa deydi. Readerlar. U hali uncha ommalashib ketmadi, lekin planshetda o'qish mumkin, kompyuter ekranida o'qish mumkin. Eng muhimi mana o'zim ham o'rganib oldim. Boshida yangi narsa bo'lgani uchun o'rganishingiz qiyin bo'ladi-da. Quloqni taqasiz, yo'lda piyoda sayrga chiqishingiz mumkin yo ishga piyoda ketishingiz mumkin, avtobusda ketishingiz mumkin. Taqib olasiz. Shunaqa qilib, shu vaqtning orasini o'zida bir haftada bitta kitob kamida tugatib qo'yasiz. Audio kitobda kimdir o'qib beradi. Masalan, shuni qog'oz professionallarga o'qitganmiz, professional aktyorlar o'qigan. Undan muammo yo'q. Haligi oldin Telegram kanallarida tarqalgan o'qisangiz tutilib qolib, hali yarmida tashlab yuboradigan bunaqa audio kitoblar emas, professional o'qitilgan, studiyada o'qitilgan. Tovush bezaklari bor, orqasida xohlasangiz musiqa eshitilib turadigan yoki o'chirib qo'yasiz. Men o'zim ham deylik kitob holatida bo'lsa, qog'oz mana shuncha kitob, yostiqdagi kitob. Uni o'qimayman. Boshqa kitob o'qiyman, yengilroq kitob bo'lsa yoki menga hozir zarur bo'lib turgan kitob o'qiyman. Lekin buni o'rganganimdan keyin shu kitobni ham o'qisam yaxshi bo'lardi deb qo'ygan kitoblarim masalan olib anchasini tugatdim. Shunaqa shakllanadi bu demoqchi bo'lganim, yangi imkoniyatlar yuzaga chiqqani sari bu kitobxonlikka ham ta'siri bo'ladi. Faqat an'anaviy usuldagi qog'oz kitoblar bilan o'lchanmaydi-da bugun endi. Eng qizig'i hozir endi internetda hamma imkoniyat bor-da. O'sha bir ma'lumot topishmi, o'sha kitob topishmi, xarid qilish mumkin elektron ko'rinishida. Yoshlarga imkoniyat juda katta. Biz vaqtimizda unaqa bo'lmaganda, kutubxonaga borish kerak. U kitob bormi, hali yo'qmi uzoqlarga. Toshkentlarda bo'ladi-yu, markazlarda, viloyat markazlarida, tumanlarda. Hozir endi yer sharining istalgan nuqtasidan turib, har qanday o'zbekcha kontentni topish mumkin, imkoniyat katta. Va o'sha kontent ko'payishi uchun ham meni fikrimcha alifbomiz yaxshi bo'lishi kerak, texnik tomondan soz bo'lishi kerak. Zo'r haligi qilingandi, bir maqolada o'qigandim, shu mashinaga qiyoslangandi. Albatta shu hamma tomondan, texnik tomondan durust bo'lishi kerak. Alifbomiz ham mana shunaqa ko'rinish kelyapti. Hozir endi Qonunchilik palatasida uch o'qishda o'tdi, senatga jo'natilgan. Bu alifbon taqdiri nima bo'ladi, hozircha aniq bilmaymiz. Senatorlarimiz nima qiladi, qanaqa xulosaga keladi. Xudo xohlasa, agar tasdiqlanadigan bo'lsa, hammamiz birdek qo'llab, chunki hozirgi nuqsonli alifbomizdan baribir har taraflama yaxshi, to'g'rimi? Shunaqa muxtasar qilsak bo'ladi, to'g'rimi? Shunday. O'tish kerak, bunga injiqlik qilmasdan, to'g'ri, qandaydir qiyinchiliklar bo'ladi, hammamiz endi savodli odamlarimiz, yoshlarga o'zi maktab yoshidagi bolalar sekin-sekin savodi oshib, ular ko'nikib ketadi bu narsaga bir deganda. Men lotin alifbosida savodi chiqqanlar ham ko'p injiqlik qilmaslik kerak deb o'ylayman-da, yoshlarimiz. To'g'ri, bu qanaqadir sizlarga haligi bo'lyapti, biz alifbomizga tegyapti deganday. Lekin umumiy bir maslak yo'lida qilinyapti bu, o'sha turkiy olam degan narsalar bor.
bor bu yerda qolaversa, bitta o'zbek tilidan bitta biz foydalanmaymiz. Atrofimizdagi 5 ta davlatda millionlab o'zbekliklar bor, millatdoshlarimiz bor. Ular uchun ham qilinyapti bu narsa. Umumiy bir xudo xolasa chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Shu bilan bizga kelganingiz uchun rahmat. Bugungi podkastimizni muxlislariga esa har doimgidek agar qanaqadir savollaringiz, bizda ko'tarilgan mavzular haqida o'zingiz fikringiz bo'lsa, iltimos kommentlarda yozib qoldiring va like bosing, fikr bildiring, ulashing. Keyingi podkastlarimizda kimlar mehmon bo'lishini istashingiz haqida o'z istaklaringizni ham kommentlarda yozib qoldiring. Siz bergan o'sha savollar, talablar bo'yicha chiroyli suhbat qurishga harakat qilamiz. Orifjon, sizga kelganingiz uchun rahmat. Tomoshabinlarimizga shu joygacha ko'rganingiz uchun katta tashakkur bildiramiz. Keyingi ko'rsatuvlarimizni ko'rishguncha salomat bo'linglar.